brigadiringiz bormi? Assalomu alaykum. Qanaqasiz, tuzumisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Rahmat. Charchamayapsizlarmi? Bir xabar olib ketaylik, kunlar sovuyyapti, nima bo'lyapti deb keldik-da. Qiyinchiliklar yo'qmi? Hammasi joyida yaxshi ketyapti. Gaz bilan ishlayapsizlar. Gaz bilan ishlayapmiz. Qancha non chiqaryapsizlar? Endi har xil, zaявkaga qarab qaramiz. Zayavkamiz qanaqa bo'lyapti? O'rtacha hozir. O'rtacha qancha chiqaryapsiz? Misol uchun 7000, 8000. O'sha stabil turgan ekanda 7000 bilan 8000 o'sha o'tgan yili ham shunaqa edi. Qish payti, sovuqroq payti ko'proq, to'g'rimi? Hozir kunimiz issiq-ku. Kun hisobiga u darajada sovuqligi sal sovuq tushgandan keyin ko'tarilib boradi. Hozir mana bu hali yaxshi qurimagan 545 gram. Bu 500 gram deydi hozir. Ha. Hozir bu qurigandan keyin 500 gram bo'ladi. 500 gramga chiqolmaydi. Bizda 515-520 bo'ladi. Nega hozir sportga qarayapti-da. Gazimiz yaxshimi? Gazimiz normalmi? Mana hozir kun ozgina sovidi-yu. Paka yaxshi. Yaxshi.